Ha, azizlar, ko'ryapsizlar. Sen yolg'iz emassan qo'shig'i kuylanmoqda. Butun stadion jo'r bo'lib. Ajoyib atmosfera. Dahshat. Просто fantastika. Просто fantastika do'stlar. O'piyoring. Oh my god. Sevimli giyimlari yayramoqda. Maydon uzra atmosferani tomosha qiling. Ta'riflashga til ojiz. Nima ham deyishni bilmay turibman hozir. Hatto tilimga so'z kelmayapti. Birinchi marotaba, albatta bular unga loyiq. Sen yolg'iz emassan qo'shig'i maydon uzra yangramoqda do'stlar. Oy oy oy. Chempionlar Ligasi gimini yayraydi. Ana sizlarga atmosfera, mana sizlarga go'zallik. Bu futbol vatani deyiladi. Angliya. Bu yerda esa ispanlar ham tinmayapti. Madridning Real klubi muxlislari. Albatta havas qilsa arzigulik. Ana sizlarga muxlislik madaniyati. Qanday qo'llab-quvvatlaydi bular o'z jamoalarini. Maydonda bo'sh o'rindiqning o'zi qolmadi. Chunki bu Chempionlar Ligasining bugungi uchrashuvlarda eng markaziy uchrashuv. Madridning Real jamoasi Liverpoolda Enfieldda Liverpool jamoasiga qarshi bugun ko'ramiz nimalar qila oladi. Jamoalar chiqib kelmoqda. Hayajonli daqiqalar va Qirollik klubi. Ekranlaringizda Kurtuva janoblari va Real Madrid jamoasi. Hamda qizillar Liverpool ekranlaringizda. Muhammad Salah. Bugun ko'ramiz nimalar qila oladi Qirollik klubiga qarshi va Chempionlar Ligasining gimini yayramoqda. Assalomu alaykum aziz futbol ixlosmandlari. Chempionlar Ligasi navbatdagi uchrashuv markaziy, butun planetaning markaziy uchrashuvi deb hisoblangan. Madridning Real jamoasi bugun Enfieldda Liverpoolga qarshi to'p suradi. Ko'ramiz, oldingi mavsumdagi 2-0 hisobi bugun Real Madrid jamoasi Enfieldda Liverpoolga qarshi nimalar qila oladi? Tomosha qilamiz.
yoki yig'lab boshini ekkan holda maydondan o'zlarini maydonlari bo'lgan Santiago Bernabeuga qaytib ketadi yoki Liverpool jamoasini qon yig'latib mana bu maydondan chiqib ketadi o'z muxlislarini olqishlari ostida. Oy, bular qarang qanday qirollar. Tirik afsonalar ko'z oldingizda. Mbappe janoblari. Mbappe bugun nimalar qiladi ko'ramiz. Muhammad Salah jamoasiga qarshi qani. Bu esa Liverpool jamoasi. Ko'ramiz Qirollik klubini bugun nimalar qila oladi. Bu yog'ayotgan yomg'ir bugun kimningdir ko'z yoshlariga aylanadi. O'yinning boshqaruvchi hakam hushtakni choladi hozir hamda o'yin boshlanadi. Jamoalar esa o'z tomonlarini almashtirishmoqda. Jest na samej górze z Bugun mana bu inson yoki-da jamoadan haydaladi yoki-da chiroyli natija bilan o'z o'rnini mustahkamlab oladi. Ko'ramiz bugun nima bo'lar ekan. Kurtuva janoblari o'z o'rnida. Bugun albatta Real Madrid jamoasi favorit hisoblanyapti. O'yin boshlandi azizlar. Salah. Opa. Gol ko'ramiz menimcha. Kurtuva o'z o'rnida. Qoyil. Himoya chizig'i juda ham mustahkam Qirollik klubida. Real Madrid jamoasi o'yin bermayapti. Himoya chizig'i juda ham mustahkam. Ishonchli harakat qilyapti. Bellingham. Vinicius var.